2 soatdan beri qayerda yuribsan? Ozgina bo'sh qo'ysa shunaqada bu. Endi umuman ko'chaga chiqmaysan. Dugonam olib keluvdim shunga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asinglim mehmon borligini aytganingizda tayyorgarlik qilib turardik. Sovqoti bilan qolgandir Yo, aka. sen ne kech kelding? Keling. Hey, buyoqqa. Mana qarang, u dugonangni yigiti yo'qmi? Shuni menga to'g'rilasak bo'lmaydimi? Faqat Anula bilmasin, xo'p. To'g'risini ayt, boya ne kech kelding? Ha aka, Dugonang nimadir yegisi kelmayaptimi? shokolad olib keling. Ha? Shokolad yegisi kelganda. Nima yeyapsan? Vuy, shokolad narodiga allergiyam bor. Iya? Guli dugonangga qanday o'rasan bo'la? Gul olib beraymi? Yo she'r aytib beraymikan a? Tufli. Tufli? Ha, bechora dugonamda tuflisi yo'q. Menimcha meni kutyapsiz-a? Sizga shunaqa rang yoqarmidi? Menga? Yo'q. Ichkarida kiyib ko'radi. Yur ketdik. Aka, Hov. dugonamga pul kerak ekan. Pul? Ha, $1000. Katta qarzi bor ekan. Ha, pul kerak bo'lsa borib chiqib ishlasin, bizdan ne so'raydi? Voy, Voy. uzr aka. Ey Guli, xatga. O'rtog'im bilan magazinga chiqib kelaylik. Xohlasanglar o'zim olib borib kelaman. Aka, sizda ishingiz bor, men o'zim boraman a? Sen mashina haydash bilmaysan, seni piralang yo'q. Yo'q, aka, qiynalma. Yo, o'zi peshkom ham yurib turish kerak, sog'liqqa foydali. Ha, yo'q-e. Ha. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, keldingizmi? Ha, shu yerdamisa bo'lib ketdik. Nima?